Assalomu alaykum Jobirxon o'z kanalining ashaddiy obunachilari. Bugungi hammalarga payshanba kuni muborak bo'lsin deb biz chiroyli 3 partiya yaxshi qo'ylarimiz bor ekan. Rahmatli do'stimizdan ilojini boricha qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Rahmatli, assalomu alaykum. Sizingmisiz? Sog'lik yaxshi. Nechta partiya bor bugungi? Bugungi 3 partiya. Birinchi partiyasiga xudo xolasa. Ozgina bo'ladi xudo xolasa. Birinchi partiyasiga egizakchi sovlig'imiz bor ekan, xudo xolasa. Ina bolaga yaxshi ekan. Bular haqida chiroyli ma'lumotlar berib o'tingchi, inasi haqida. Inasi 3-chi tug'ishi, 3-chi qoringa tuqqan-a buni. Yosh qo'ydi xolosda zoti bor. Shunda yoshlari 6 tish bo'ladimi? 3-chi qorin 6 tish, ha. Bolalari qanaqa? Qo'chqor, sovliq, xudo xolasa. Allohlar ham mashalloh, aziz obunachilar. Sizlarga qo'ldan kelgancha videoda ko'rsatib o'tyapmiz. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz avvalo. Qo'yimiz ham xudo xolasa bo'ylari 85-90 atrofida ekan-a. 90 plyusda 90 90 plyusda ekan. Mana aziz obunachilar, sog'lig'imizga ko'ta boshlari ham, hamma yo'q kelishgan ekan, bolalari ham o'ta chiroyli narsalar ekan. Sizlar uchun tavsiya qilib qolamiz aziz obunachilar. Mana sog'lig'imiz, quloqlari ham zo'r ekan, garbunozlari ham o'ta chiroyli. Hali olib boqib 5-4 yil bemalol bola olib yuraveradigan sog'liqlar ekan. Qara. Sog'liq. Rahmatlar. Bular qaydiki bu qo'y? Ma'lumotni Qirg'izistonniki. O'zi to'laydigan variantdan ekan, o'zi bu inasi ham, ha. Olishmaydi-da. Junini haqiqatan. Paxta junlarsaki o'zi to'laydigan variantdan ekan, aziz obunachilar. Bolalari ham zo'r polpa. Buni bolalari necha oylik atrofida endi sizdan bilmaysiz baribir endi bilgan atrofida deb shunadi dedi. Endi bizga bergan odam 1,5 oylik atrof aziz obunachilar. Ham kelganiga endi 2 kun bo'ldi, hali charchoq ham chiqqan yo'q qo'ydi. Yeb ichishlar sinaldi. Yeb ichish sinovdan o'tdi. Yeb ichish sinovdan o'tdi. Qildirmaydi. Bolalarning quloqlari ham zo'r ekan aziz obunachilar, qo'chqor ekan bolalari quloqlarini. Qaranglar uzunligini, mashalloh. O'zlaringiz ekan olib tarbiyalashlaring bo'laveradiganlar ekan. Olishlarini tavsiya qilamiz. Biz manzillarimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, Tepaqo'rg'on qishlog'i. Lokatsiya tashab bering desa, lokatsiyani tashab berishaveradi. Onlayn savdolarimiz ham bor-a? Dastak xizmatlari bormi? Dastak O'zbekiston bo'ylab bor. O'zbekiston bo'ylab bor. Endi rahmatli, bu narxi, siz bu videoni boshida aytdingiz, arzon qo'yman bor, 3 dona sovliq chiqadi degan va'daga narx bor, xudo xolasa. Arzonlaridan ham. Bu narxini aytib o'tingchi, aziz obunachilarimizni kuttirmaylikchi, buni chiroyli qilib yo'lida bir qo'ydi ham o'sha bo'lsa, bir o'sha ham ko'rsatib qo'ying. Iloji bo'lsa agar. Mana azoblar bu qo'ydi sizlarga maqtab alaykum, yana qo'ydi egasini qo'yni maqtayapti deb o'ylab qolmanglar. Qo'ydi uzunligini ham zingsonglar-da, mana sizlarga qo'ldan kelganicha videoni ko'rsatyapman. Bo'ynini qaranglar, qo'ydi uzunligi, chini ham bir ko'rsatib qo'yaylik. Toza 6 ta mana but-butun. Birorta yilgan yeri yo'q. 6 ta yangi chiqqan ekan, qo'ydi uzunligi ham o'ta uzun. 95 dan kam emas, uzunligi ham shunchaki 1 metr ham kelib qolishi mumkin. Qo'ydi uzunligi eniga. Buni narxini aytib o'tingchi rahmatli. Narxi Garbunozlari ham zo'r ekan. 22 million deymiz. 22 million deysiz, ha? Naboda obunachilarimiz qiziqib telefon qilishsa, olaman deysa, xudo xolisa chiroyli qilib xayrini qilib berasin. Aziz obunachilar, endi maqtamayman. Bir dona bolasi bor ham 15 million, 1,5 ming dollar bo'lyapti-da. Kichkina bolasi bor, ilega inasi bunda emas. Sizlarga to'g'risiga mana bo'g'azmasa qochmagan hali. Hali bolalar yoshi, bu endi o'zlaring bitta chiroyli qo'chqor galaksiyalaring bo'ladi. Aziz obunachilar, 1,5 ming dollargacha sotilyapti. Bir dona bolasi bor kichkina. Bu ikkita egizak, inasi ham hali yosh, 22 million so'm. Aloqaga chiqsalar, xudo xolsa xayrini qilib, chiroyli qilib dastlabkasini qilib berasiz. Bolalari katta-katta o'qiganiga qochmagan deyapsiz. Endi mononda qo'ydi bolasi katta bo'ladi-da. Shunaqa haqiqiy. Inasi qo'zida tug'ilgan ekan. o'zi qo'zilar katta-da, 1,5 qo'ylar. Qo'zilarni o'zimda pulga pishsam ham normal pulliq deydilar, qo'zi ham aslida inasi arzon bo'lib qolyapti shu hisobda ham. Rahmatlar bo'lmasa qo'ydi bir qo'yvar, chiroyli qilib bir obunachilarga yurgan holatni bir ko'rsataylikda, keyingi qo'ylarimizni bir olib chiqib chiroyli video syomkasini qilib ko'ramiz. Mana aziz obunachilar, qo'zilarimizni ham ko'raversizlar. Bexijolat aloqa qurishni nomerlarini qoldirib o'tamiz. Salomat bo'linglar. Keyingi qo'ylaringizni xohlasa chiroyli videoni ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar, mana ikkinchi partiyamizga tug'ish yaqin variantlardan chiqarmayapsiz. Jobirxon deyap turgan aka-ukalarimizga mana yosh, bir dona o'zi ozgina, sozgina variantlardan. Rahmatlar, bu yoshi, xudo xolasa. Birinchi tug'ishi. Bu mo'jal endi shakka o'tgan var mana. Aziz obunachilar, shakka o'tgan variantlardan. Ikki tish yoshidan deyap turganlarga xudo xolasa quloqlari ham zo'r ekan. Narxi ham arzon bo'ladi. Xudo xolasa, mana qaranglar. Buni ham bu o'zi to'layapti, bu qo'yam o'zi aslida. Bu to'shlar mana yaqin ekan, xudo xolsa uyga olib borasizlar tug'adi inshaalloh.
chiroyli qo'chqarmi, sovuqmi yoki egizak tug'ib bersa, va mashalloh deb chiroyli qilib foydaga kiradigan variantlardan. Buni bo'ylar rahmatlar 80 plyusga olishaveradi. 80 o'lchanmagan, 80 atrofida olishaverasizlar. Aziz obunachilar, biz ham o'lchanmagan ekan. Ochiq o'ydan qilaylik, buni baland deb qo'ysak yana chiqmay qolib, ijolatchilik bo'lmasligi uchun 80 atrofida olaverasizlar. Yosh ekish variantlaridan istagan aka-ukalarimizga. Bu narxi qanaqa rahmatlar? Narxini 7 millionga beramiz. 7 millionga. Aziz obunachilar, sizlarga bir gapda bu 7 million, masalan 7 million qo'ygan yo'qda, mana shunaqa qo'y, tug'ay deb turgan ustiga ekitish yaqinini 8 million, 9 million sotyapti. Agar tug'ib bersa bu qo'y 10 million, 2 million so'm, aziz obunachilar. Shu an hisobiga aloqa chiqarasizlar. 7 million so'mga dastlabki xizmatlari ham ichida bo'ladi. Toshkentgacha 5 po'latni voha bo'ylab kelishilgan holatda bo'ladi, ha? Aziz obunachilar, aloqaga chiqarsizlar, kimga qiziq bo'lsa, xudo xohlasa qo'y yaxshi ekan olib tashab qo'yinglar. Zo'r narsa ekan, yaxshi narsalar uchun tavsiya qilaman sizlar uchun. Quloqlari ham o'ta yaxshi ekan oldi. Buni o'zlarini ham ko'rsatib o'taylik mana. Obunachilar, oldi ham yaxshi narsa ekan. Keng narsa. O'zi tulayapti ekan bu qo'y ham. Aslida bahorgacha tulab ketay ekan. Buni junni oldirisham shart emas ekan. Toza narsa o'zi tulaydi har qachon. Toza vaj. To'g'risi gapni aytish kerak mana. Tug'ishi o'ta zo'r ekan, mashalloh. Yaxshi bolalar bersin bu qo'chqorlarni. 7 millionga bo'ladigan joy, rahmatlar. Telefon qilib bo'ldi. To'ppa-to'g'ri 8 million aytib buni o'tib beraman falan deyishdi kerak. Mana 7 millionga qiziqqanlar bo'lsa aloqa chiqarishlar aziz obunachilar. Bu ikkinchi partiyamiz, xudo xolsa 3-chi partiyamizga puli yengil qo'zlarimizdan bor. Ularni chiroyli qilib videosini qilamiz. Salomat bo'ling. Qo'yvaringchi rahmatlar, oxir marta bir yurgizib qo'yaylik. Bo'ldi mana o'ta charchagan haqiqatan. Ana aziz obunachilar, yurgan holatlari ham qo'yimiz o'ta toza narsa ekan. O'zimiz qozib qoldim aslida qo'yga. Hali yosh narsa ekan-da, bu boshqacha narsa bo'ladi ertaga keyinga. Obunachilar, aloqa chiqarasizlar, o'tkazmanglar vaqtni. Aziz obunachilar, mana 3-chi partiyamizga ham yetib keldik. Qo'zilarda, qo'zi kerak menga, qo'zi yo'q, qidiryapmiz, topolmayapmiz deb turgan aka-ukalarimizga xudo xolsa mana 3 dona bir xil pashti variantlardan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana chiroyligidan. Rahmatlar, bu uchala qo'zimiz yosh oyliklari qanaqa? 5 oylik atrofida bo'lsa kerak. 4 oy, 5 oylik atrofida. Rasa bo'lsa, Rasa bo'lsa 4 oy, 5 oy, bo'lmasa 4 oylik atrofidagi qo'zilarimiz sog'lig'i uchalasi ham. Ha, sog'liq. Uchalasi ham sog'liq, qulog'i butun istayapman. Bunaqa chiroylilardan degan ukalarimizga mana. Xudo xolasa, ko'tiboshlari ham kelishgan holatda ekan sog'liqlarimizni. Bu rahmatlar bu o'zimizni mesni qo'ymaydi, Qirg'izistonning qo'zlarim bu ham. Qirg'iz qo'ydi bolalari, bu ham o'zi toza nasldan, toza arashan deb aytalamiz biz, lekin sariq qo'y yaxshi qo'y, xudo xolasa. Yaxshi qo'zilar. Boqsa yaxshi chiqib qolishi mumkin-da bu narsani. O'zi ko'rinishi ham yaxshi ekan, ko'tiboshlari, oyoq-qo'llari kelishilgan holatda ekan. Bularning bo'ylarini endi aytish kerak, bir 65 ag'bada bo'lsa kerak. Ha, 65-70 atrofida qo'zilarimiz. Mana aziz obunachilar, qo'ldan kelgancha sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz yurishlarini ham, xotirjam. Yana navoda tashab bering deysa, video qilib tashab ham berishaveradi do'st. Aziz obunachilar, qo'zilarimiz o'ta sho'x ekan. 70-65 atrofida qo'zilarimiz, yosh oyliklari shu 4-5 oylik. 5 oylik bo'lmasa ham 4 oylik hali yosh narsalar, o'zim chiroyli qilib tarbiyalayman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilaman. Puli ham yengil, bunaqa baldaqlari bor ekan, mana qizilimiz ham o'ta boshqacha narsa ekan, mana oq yuzi ham o'ta zo'r narsalar ekan. Rahmatlar, buni narxlamalarni aziz obunachilarimizga qulay qilib aytingchi, videoning boshida aytgandek qilib. Buni narxi Jobirbek yo'lida yopishtirib 900 ming so'mdan beramiz. 3 million 900 ming so'mdan bir joyga olishsa, Nobodga ikki telefon qilib bekiga bo'lib olaman desa ham shunaqa ketaveradimi? Ha, kelishaveramiz. O'zasi bitta odamni qo'yiy ekanmi? Bir ko'ra, shu dona bitta obunachiga tavsiya qilib qolamiz aziz obunachi. Mana aziz obunachilar, sizlarga chiroyli qilib ko'rmay, yaxshi ko'rsatolmayapsiz degan aka-ukalarimizga buni qilib chiroyli qilib ko'rsatib o'tamiz. Aziz obunachilar, 3 million 900 ming so'mni o'zim tarbiyalayman degan qo'zilar. Aziz obunachilar, 2 oylik qo'zilar ham shunaqa bo'lyapti. Bu 4 oylik, 5 oylik atrofidagi puli narxi yengil. Yana rahmatlar, aslida ko'ngli bo'sh. Telefon qilib rahmatlar, olaman men deb aniq telefon qilsangiz, yana narxidan tushib beradi aslida-da. Aziz obunachilar, aloqa chiqarasizlar. Biz videoni shu bilan tugatyapmiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa kommentariyaga yozib o'tinglar. Qo'ldan kelgancha o'sha kamchiliklarni tugatib chiroyli qilishlarga ko'rsatib o'tishda harakatda bo'lamiz. Salomat bo'linglar. Like bosib, obuna tugmani bosib qo'yishni unutmanglar aziz. Rahmatlar, ijodlaringizga omad, yaxshi qo'ylar deb qo'ylavering siz ham.